Assalomu alaykum. Renessans minbari tok shousi yana efirda. Bugun ham sizlar bilan muhim bo'lgan mavzulardan birini muhokama qilishni reja qilganmiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yer yuzi aholisining qariyb 35-40% bugun allergiyadan aziyat chekmoqda. Bu atrof muhit ifloslanishi, kimyoviy qo'shimchalar bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, bundan tashqari turli xil dori vositalarini qabul qilish orqali yuzaga kelmoqda. Eng achinarlisi, bu ko'rsatkich yil sayin ortib borishi mumkin. Qariyb dunyo aholisining 50-60% bu kasallikka qarshi kurashishni boshlashi mumkin deb Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti prognoz qilmoqda. Va bugun ham O'zbekistonda bu xastalik, ya'ni allergiya bilan kurashayotgan insonlar soni kundan kunga ortib boryapti. Bir vaqtlar bu ko'rsatkich 2-3% ni tashkil etgan bo'lsa, qarangki, bugun yer yuzining 35-40% aholisi aynan allergiyaga qarshi kurashishni davom ettirmoqda. Hozirgi kunda eng kuchli allergik kasalliklar qaysilar? Mana shularni muhokama qilamiz va bugun ekologik vaziyatlar allergiyaga qanchalik ta'sir qilyapti? Mana shular haqida gaplashamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, barchangizni xush ko'rdik. Birinchi bermoqchi bo'lgan savolimiz: hozirgi kunda eng keng tarqalgan allergik kasalliklar qaysi? Marhamat. Rahmat. Avvalambor, allergiya haqiqatdan hozirgi kunda juda ham dolzarb va kundan kunga soni ortib borayotgan kasalliklar qatoriga kiradi. Oldin bizni anaqa qilardik, ko'proq yurak-qon tomir sistemasiga bog'liq bo'lgan kasalliklar bilan, bemorlarda. Ammo hozirgi kunga kelib aynan allergiya. Aynan qiziq savol, qaysi allergiya turi juda ko'p uchraydi? Hozirgi paytda biza anaqamizdan o'tadigan registratsiya qilganimiz, klassifikatsiya boshqa ma'lumotlardan foydalanib yetadigan bo'lsak, eng ko'p uchraydigani va eng ko'p davolanmayotgan bemorlarimiz bu allergik rinit. Aynan burundagi rinit holatlari. Chunki bemorlar uchun bu qanaqadir yengil tuyuladi. Bu allergiya o'tib ketadigan holat, bu anaqa qilmaydi, og'ir kasallik emas. Chunki qanaqadir bizaga shunaqa bo'lib qolgan, qachonki qachon kasal deymiz, yiqilib qolsagina yoki yotib qolsa yoki doimiy qilib yurgan ishini haligi inson qila olmasa, bo'ldi, shundagina kasal deb hisoblaymiz. Aslida allergik rinit hozirgi paytda allergik kasalliklar orasida eng ko'p tarqalgani hisoblanadi va eng yomon tarafi bronxial astma kasalligi va boshqa allergik kasalliklar ham aynan o'spirinlik davrida aynan rinit ko'rinishida boshlanishi mumkin. Allergik kasalliklarda aynan allergologiya yo'nalishida shunaqa narsa bor. Allergik marsh bemor yoshligida atopik dermatit bilan, ya'ni terida toshma-toshishlar bilan rivojlanadi. 4 yosh, 5 yoshga o'tganda spontan yo'qoladi. Klinik tuzalish kuzatilishi mumkin. Oradan vaqt o'tib, aynan voyaga yetish davriga yetganda, ko'proq qizlarda 12 yosh, 13 yosh, 15 yosh, o'g'il bolalarda esa aynan 14 yoshdan 18 yosh oralig'ida juda ko'p uchraydi. Va qanaqadir yana bitta joyini aytib o'tishim kerak, aynan rinit masalasida yosh bolalarda rinit bo'ldi degani bu burun bitdi, burundan suyuqli oqish, aks urish, bu to'g'ridan-to'g'ri burun orqali nafas olishi qiyinlashishiga olib keladi va miyada gipoksiya boshlanadi, ya'ni kislorod yetishmovchiligi va bunaqa bolalar albatta jizzaki bo'lib qoladi. Ko'pchilik ota-onalar jizzakiligi bu yosh o'spirin yoshga kelayotganligi, shuni hisobdan shunaqa holat bo'ldi deb bee'tibor qolishligini biz ko'p ko'ryapmiz amaliyotimizda. Shuning uchun biz bemorlarga aytamizki, sizda rinit holati allergik rinit holati kuzatilyaptimi? Albatta allergologga murojaat qiling. O'zini spetsifik davosini qilsin. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bugun yosh bolalar, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda immunitet u darajada rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Aslida ham shunday va bugun afsuski yangi tug'ilgan chaqaloqlarda yoki yoshga to'lmagan bolalarda yoki yoshga to'lganlarda ham bugun juda ko'plab allergik holatlarni guvohi bo'lyapmiz-da. Va bunga asosiy omil nimalarda bo'lyapti? Naslimi yoki bu orttirilyaptimi bu allergik kasalliklar? Marhamat. Juda ham o'rinli savol berdingiz. Bolalar lor shifokori sifatida shuni ta'kidlab o'tamanki, hozirgi kunda kichik yoshdagi bolalarda, ayniqsa 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham juda ham ko'p allergik holatlar kuzatilyapti. Bunda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan narsa bu nasliy omil hisoblanadi. Biz anamni yig'gan paytimizda surishtiruv ishlari olib borganimizda
ko'rganimizda otasida yoki onasida allergik holatli bo'lgani va bolani tug'ilgandan keyin undagi o'zgarishlarni o'zligi etib o'tishadi. Masalan, ko'pgina bolalarimiz eksudativniy kataralniy diates deyiladi. Bizda boshdagi qasmoqlar bilan tug'ilishadi va ona suti bilan boqilayotganda aynan ovqat allergiyasi yoki bo'lmasa ona sutini o'ziga bo'lgan allergik holatlar ham juda ham ko'p kuzatiladi. Onasini yoki palapartish ovqat yeyishi yoki sutni o'zini ko'tara olmasligi bizda laktoza fermentiga nisbatan ham allergik holat bo'lishi mumkin. Ana shu holatlarda bolalarda ko'p uchraydi, allergik toshmalarni toshishi, allergik yo'tallarni paydo bo'lishi va hamkasblarimiz aytgandek, burunda bitish allergik rinitlar bilan birga kechadi. Buni uchun yoshi katta bo'lishi shart emas bolani o'zi kichik yoshida ham bu narsa kuzatiladi va bu ko'pincha viloyatlardan bizning oldimizga kelishadi. Juda ham ko'p holatlarda bolada yo'taladi yoki terisida toshma toshadi, doktorga olib borishganda bu shamollash, gripp deydi-da, grippga qarshi bo'lgan yoki bo'lmasa antibiotiklar bilan bolani davolashadi. Bu holatda bolaning ahvoli ijobiy tarafga o'zgarmasdan salbiy tarafga o'zgarib ketaveradi. Ya'ni tungi yo'tal xurujlari ko'payadi, bolada o'pkada nafas olishi keskin o'zgarib ketadi, g'irchillashlar bo'ladi, nafas olishida keskin buzilishlar yuzaga keladi. Ana undan keyingina o'sha yerdagi mutaxassislardan qoniqmagan ota-onalar Toshkentga kelib, boshqa tekshiruvlarni ham o'tishimiz kerak deb aytishadi. Va bunda albatta biz bemorni ko'rganimizda birinchi holatda bolani so'rab surishtiramiz. Qanaqa holatda tug'ilgan, qanaqa kasalliklar o'tkazgan ona homiladorlik paytida va qachondan beri kasalligi to'g'risida ma'lumot yig'amiz. Va shunga asoslangan holatda kerakli qon tahlillarini o'tkazamiz. Ming afsuski, bu achinarli holat. Men albatta bu narsani boshqa mutaxassislarni yomonlash sifatida aytmayman, bilmayman nimagadir. Chekka vodiylarda, vohalarda juda ham laborator diagnostikalar ham yaxshi keraklicha rivojlanmagan va bolada qon tahlillari o'tkazilmaydi. Buni oqibatida bola og'irroq ahvolida bizga kelib tushadi va biz tekshiruvlar o'tkazganimizda aynan qonda allergiyani ko'rsatkichlari bo'lgan eozinofillar miqdorini yuqori bo'lib ketgani yoki immunoglobulin E miqdorini yuqori bo'lib ketgani kuzatiladi va bizdan chuqurroq diagnostika talab qiladi va keskin yondoshilgan holatda davoni talab qiladi. Bu ota-onalar uchun ham achinarli holat va mablag'i ham o'ziga yarasha talab qiladigan holat hisoblanadi. Shuning uchun ko'pgina ota-onalarga murojaatimiz bunaqa holatda bolangizda ozgina o'zgarishlar kelib chiqsa, albatta kerakli mutaxassisga borib, kerakli laborator tekshiruvlarni o'tkazinglar. O'z-o'zidan doktorlar nima deydi, reklamalardan yoki qo'ni-qo'shningizdan eshitilgan holatda dorilarni palapartish bermanglar. Chunki bizda O'zbekiston sharoitida juda ham ko'p bu holatlar, uy sharoitida davolanish va nojo'ya dorilarni asossiz ravishda berish. Bu ham kuchaytirib yuboradi bolalarda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yevropaning bir nechta shaharlarida bo'lganimda o'zimda shamollash kuzatildi va birinchi navbatda dorixonani topishni o'zi mushkul bo'ldi. Va dorixona topganimizda ular alohida retsept asosida dori berishlarini va shunchaki shamollash uchun sizga hech qanaqa dori tavsiya qila olmayman. Avvalo shifokor maslahatini oling deyishdi. Dorilarning narxi unchalik qimmat emas, lekin shifokorning maslahati ancha-muncha pul turar ekan. Lekin afsuski bizning aholimizning har 3 tasidan 2 nafari shifokor o'z bilganicha o'sha retsept yozishadi. Shamollashmi biz odatlangan o'sha antibiotiklar, biz odatlangan parashoklarni iste'mol qilish, oddiygina og'riqni qoldiruvchi preparatlarni analgin timidrol yoki o'shanga o'xshash dorilarni qabul qilishga odatlanganmiz va o'z navbatida dori darmonlar ham qaysidir ma'noda allergik kasalliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p dori darmonlarni asossiz ravishda qabul qilish juda ham ko'paygan. Ayniqsa bolam shamolladi deb antibiotiklar, vitaminlar va shunga o'xshagan shamollashga qarshi dorilarni asossiz ravishda qabul qilib kelishmoqda va shuning asosida allergik reaksiyalarning ko'payib ketishi kuzatilmoqda. Ko'pchilik ota-onalar, bemorlarimiz allergiyani shamollash bilan adashtirishadi. Yo'talish bo'lyapti, burnim bityapti, bu shamolladim deb pensilindan tortib sefazolin, seftrox hammasini olib chiqishadi. Keyingina vrachga borishadi. Vrachga borgandan keyin aytadi, bir qon analizlarini bir tekshirib ko'raylik degandan keyin sizda allergiya bo'lishi mumkin degandan keyingina allergolog shifokorga kelishadi. Bu antibiotiklar o'zi mikroblarga qarshi preparatlar bo'lib, organizmda
kerakli mikroblarimiz ham borda, ichakda yashaydigan. Bu foydali mikroblarni ham o'ldirib olish xususiyatiga ega. Shu bilan birga bizani immun tizimimizni tushib ketishiga olib keladi. Shuning uchun ko'pchilik mana shu bemorlarga, yurtdoshlarimizga maslahatimiz shuki, vaqtida qon analizlarini topshirib, o'zi mutaxassisga murojaat qilib, kasallikka aniq tashxis qo'ygandan keyingina dori-darmonni qabul qilishni tavsiya qilib qolardik. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bizda mavzuga aloqador lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz, ana undan so'ng muhokamalarni davom ettiramiz. Allergik kasalliklar dunyo aholisining 20-30%ni qamrab olgan. Demak, har 3-5 odamdan biri biror ko'rinishda allergik belgilarga duch keladi. Fasllar almashinuvi esa bu holatni yanada yaqqol ko'rsatadi. Ayniqsa kuz va bahor oylarida statistik raqamlar ko'tarilib, shifokorga murojaat etayotganlar soni keskin oshadi. Hozirgi mavsumda esa holat odatdagidan biroz boshqacha. Qish fasli o'zi aslida to'g'ri aytyapsiz, allergik kasalliklarning asosiy qismini, ya'ni polenus agar mana boshqa o'simlik changlaridagi ta'sirida rivojlanadigan allergik kasalliklarning tinch davri, ya'ni remissiya davri. Lekin shunga qaramasdan mana ko'ryapsiz, markazimizda bemorlar ko'p. Bular hozir aynan maxsus allergologik tekshiruvlar hamda maxsus immun terapiya maqsadida murojaat qilib kelishmoqda. Aksirish, charchoqmi, shamollashmi yoki allergiya? Sababini ajratish ko'pchilik uchun oson emas, lekin shifokorlarning ta'kidlashicha, mavsumiy allergiya aynan shu belgilardan boshlanadi. Xo'sh, allergiyaga chalinmaslik uchun nimalar qilish kerak? Allergik kasalliklarning profilaktikasi bola tug'ilmasidanoq, ya'ni men ko'proq mana yosh onalarimizga murojaat qilmoqchiman. Homiladorlik davrida turli xil dori vositalarini shifokor ko'rsatmasisiz qabul qilmaslik, turli xil mana hozir vitamin dorilar yoki batlar, ya'ni biologik faol qo'shimchalar juda ham urfga kirib bormoqda, ozish maqsadida, chiroyli bo'lish maqsadida. Lekin bularni ham shifokor maslahatisiz qabul qilmasligimiz, bola tug'ilgandan so'ng bolani maqsadga muvofiq uzoqroq 1 yosh, 2 yoshgacha bo'lgan davrida tabiiy ona suti bilan oziqlantirish, erta turli xil konservantlarga boy sun'iy oziq-ovqatlarni bolaga ko'p bermaslik, shuningdek bolani kelgusida mana ovqatlanish tartibida faqatgina sog'lom ovqatlanish tartibi, ratsioniga ahamiyat berishimiz allergik kasalliklarni birmuncha oldini olishga yordam beradi. Afsuski, oramizda mavsumiy allergiya belgilari boshlangan zahoti uni uy sharoitida yengil shamollash deb davolashga urinishlar hamon uchraydi. Yoki aksincha, befarqlik bilan hayotini davom ettirish, belgilarga ko'z yumish odati bor ba'zilarda. Uyda shifokor tavsiyasiz dorilarni qabul qilishimiz anafilaktik shok kabi noxush vaziyatga, anafilaktik shok hattoki o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Shuning uchun uy sharoitida hech qaysi holatlarda allergiyani davolashni tavsiya bermayman. Faqatgina albatta parhez, mana shifokorga yetib borgunicha gipoallergik parhez, ya'ni asal, tuxum, yong'oq kabi dukakli mahsulotlar kabi mahsulotlarni cheklab turishimiz, ko'plab suyuqlik ichishimiz va darhol albatta mutaxassisga murojaat qilib borishligini so'rab qolaman. Buning ustiga so'nggi yillarda iqlimning o'zgarishi ham allergiyalar ko'payishiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Haroratning notekis o'zgarishi, namlikning ko'tarilishi va havodagi chang miqdorining ko'payishi sezgir odamlar uchun sezilmaydigan, ammo kuchli allergen fonini yaratib beryapti. So'nggi haftada yog'ingarchilik bo'lganligi uchun allergiyaga chalinish holatlari ancha pasaygan. Oziq-ovqat allergiyasi ham bor ekan. Mana shular haqida ham ma'lumot bera olasizmi? Organizmdagi allergik kasalliklar bu turlari juda ham ko'p. Birinchi o'rinda mana shu o'simlik va daraxtlarning changlaridan, zamburug'larning sporalari va zamburug'li mahsulotlari, hayvon mahsulotlaridan, oziq-ovqatlardan va dori-darmonlardan bo'lishi mumkin. Turlari juda ham ko'p. Aynan oziq-ovqat mahsulotlaridan aytadigan bo'lsak, o'zi 8 ta, unga yana bitta qo'shilgan 9 ta eng asosiy allergiya beradigan mahsulotlar bor. Aynan yosh bolalar orasida chempion desak ham bo'ladi, aynan sigir suti. Sigir suti, tuxum, dengiz mahsulotlari, yong'oq, yer yong'oq. Yevropa davlatlarida yer yong'oq eng asosiy o'rinni egallaydi allergiya berish bo'yicha. Bizda aynan shu sut allergiyasi bo'yicha bitta narsani qisqacha aytib o'tishim kerak. Sigir sutiga allergiyasi bo'lgan bemorlarga qanaqadir echkini sutini yoki boshqa hayvonlarning sutini bermoqchi bo'lishadi. Bu mumkin emas, chunki sigir sutini oqsilini tarkibi 80% dan 95% gacha boshqa hayvonlarning sutiga o'xshaydi.
O'shaning uchun sigir sutiga allergiya bo'lsa, echki sutiga allergiya bermaydi deb bunaqa qilish ham noto'g'ri. Oziq-ovqat mahsulotlaridan aynan sitrus meyvalar. Sitrus meyvalar o'zi birinchi bo'lib Galenam Hippocratam aynan mana shu sitrus meyvalardan allergik reaksiya bo'lgan bemorlarni qayd qilishgan. Aynan pishloq bilan mana bu mandarindan kuzatilgan, apelsindan kuzatilgan, o'shandan va cho'ta boshqacha reaksiya bo'ldi-ya degan anaqalarni kirgizishgan. Endi hozirgi paytda yosh bolalarimizning orasida har xil anaqalar bor-da, bemorlarning ham orasida noto'g'ri tushunchalar, shirinlik ham allergiya beradi, shirinlik yesa bo'g'ilib qoladi, qizil narsalar deydi yoki bo'lmasam boshqa juda ko'p to'g'ri-noto'g'ri ma'lumotlar ko'p. Biza allergolog sifatida, shifokor sifatida maslahat beramiz, birinchi o'rinda tekshiruvdan o'tish. Bu juda ham muhim. Bolaga juda ko'p narsalarni allergiya beradi deb bermaslik o'zi immun tizimini shakllanishi uchun eng asosiy kerakli narsa, men o'zi immunolog bo'lganim uchun aytaman-da bu narsani. Eng kerakli narsa bu oziq-ovqat. Bizga ko'p murojaat qilishadi, immunitetini ko'tarish uchun bitta ukol yozib bering, bitta vitamin yozib bering yoki boshqa narsa. Tekshiruvlar o'tkazilgan, vitaminlarni qilishgan, vitaminlar immunitetni ko'tarmaydi. Ular ozuqa. Asosan bizning immunitetimiz uchun kerakli bo'lgan narsalar bu oqsillar. Oqsil va yog'da eriydigan vitaminlar. Aynan yog'da eriydigan vitamin deganda aynan vitamin D ni nazarda tutyapman. Mana shu narsalarni biz oziq-ovqat orqali olishimiz, ya'ni tabiiy ravishda olishimiz bizning immun tizimimizni o'sha mahsulotlarga nisbatan tolerantligini shakllantirib beradi-da, immunitetimizni normal shakllantirib beradi. Ammo hozir nima bo'lyapti? Mana bular aytganlaridagi antibiotikni ko'r-ko'rona qo'llash. Bu ichagimizdagi bakteriyalarni o'ldiradi, 4 yilgacha etiladi, tiklab bo'lmaydi deb. Biz probiotiklar, eubiotiklar, simbiotiklar beramiz, lekin shunda ham 4 yilgacha vaqt ketadi u antibiotik o'ldirgan bakteriyalarning o'rnini tiklashi. Nisbati 5:1, buni bilib olishimiz kerak. Siz har doim bolangizga yoki o'zingizga antibiotik qabul qilayotganingizda yomon bakteriyadan bittasini o'ldiradi, yaxshi bakteriyadan 5 tasini o'ldiradi. Nisbat mana shunaqa qo'rqinchli. Shuning uchun biz aytamizki, oziq-ovqat mahsulotlarini katta odamlarda profilaktikasi uchun har qanday oziq moddani yeng, faqat oz-ozdan. Homilador ayollarimiz keladi. O'zi ba'zi bir bemorlarda homilador bo'lganida allergiyaga moyilligi oshib ketib qoladi. Ba'zi birlarda naborot allergiyani tuzatadi. Chunki platsenta DAO degan fermentni ishlab chiqaradi. U ferment ko'tarilgandan keyin allergik reaksiyalar bosiladi. Ba'zi birovlarda esa ich qotishi, ikkilamchi boshqa sabablarning hisobiga allergik reaksiyalarga moyilligi oshib ketib qoladi. Bu narsani homilador bemorlarimiz bilmaydi-da, bizga keladi murojaat qilib, 3 kilo mandarin yedim, kechirasiz deb keladi. Bunaqa kilolar, bunaqa ko'p miqdorda yegandan keyin albatta allergik reaksiya bo'ladi. Yoki bo'lmasam keshu deymiz, bodom deymiz, yoki bo'lmasam yer yong'oq, mana shunday mahsulotlarni ham juda ko'p iste'mol qilishlik ham spontan ravishda yo'q bo'lgan allergiyani qo'zg'ashlik ehtimoli bor. Allergiya o'limga ham sabab bo'lishi mumkinmi? Albatta, allergiya eksitusga olib keladi. Hozir hamma biladigan narsa bu anafilaktik shok. Ya'ni qaysidir dorini ichgandan keyin hushdan ketib, davleniya tushib, anafilaktik shok berilishi. Bu haqida aytmoqchi emasman, aynan dori allergiyasi haqida aytmoqchiman. Dori qabul qilgandan keyin toksikodermiya degan holat bor. Dori allergiyasini toksik reaksiyasi. Teri xuddi kuyganga o'xshab ko'chib tushadi. Steven Johnson sindromi, Layella sindromi deymiz. Layella sindromida eksitus holati 70% gacha. Skrotin ko'rsatkichi bor, ballada hisoblanadi. 6 balli sistema bor. Agar bemorga o'shanda 3 ball yoki 4 ball qo'yiladigan bo'lsa, o'lim ko'rsatkichi 70-80% dan oshib ketib qoladi. Bu juda ham yomon holat. Buni skrotinning tarkibida bemorning yoshi 50 yoshdan baland bo'lsa, qandli diabeti bo'lsa, yurak urishi 120 dan oshuvchi bo'layotgan bo'lsa, terini zararlanishi 10% dan oshib turgan bo'lsa, bularning har bittasi bittadan ball va ko'rsatkich juda ham yuqori. Biza juda ko'p ta'kidlayapmiz. Mana qachondan buyon bitta narsani ta'kidlab yotimiz. Dorini palapartish olmang, polipragmaziya qilmang. Boshingiz og'rib qolsa yoki nimadir bo'lib qolsa, o'z boshimcha borib aptekadan dori sotib olmang. Bilmayman, Xudo xolasa effekt beradi deb kutyapmiz. Biz bilamiz, so'nggi yillarda butun dunyoda, xususan O'zbekistonda ham havo sifatining o'zgarishi insonlar salomatligiga jiddiy ta'sir o'tkazyapti. Va so'nggi oylar mobaynida birgina Toshkent shahri va uning atrofidagi hududlarda ham o'sha changlanish darajasining yuqoriligi, bundan tashqari atmosfera havosiga ko'tarilayotgan gazlar, avtomashinalardan chiqayotgan tashlamalar sababli insonlarda allergiyaga bo'lgan moyillik ortib boryapti. Va o'z navbatida buning birinchi ifodasini, birinchi
natijasini biz bolalarda ko'rdik. Biz bir muddat mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham guvohi bo'ldik, televideniya orqali ham guvohi bo'ldik. Shifoxonalarga, kasalxonalarga, oilaviy poliklinikalarga kelayotgan bolalar soni sezilarli darajada oshdi. Demak, havo ifloslanishi ham bu allergik kasalliklarni yuzaga keltirilishiga sabab bo'lyapti va bolalarda qanday aks etyapti bular? Bolada organizmi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, ko'pgina tashqi muhitdan kelayotgan har qanaqa kichkina zarrani ham juda ham sezuvchan organizm qabul qiladi va unga nisbatan sezgir javob reaksiyasi yuzaga keladi. Bu undan tashqari bolani nafas yo'llarini, shilliq qavatlarini o'ziga xos anatomik holatlari bo'ladi. Shuni hisobiga bolalarda gipersensibilizatsiya degan narsa bor, ya'ni yuqori sezuvchanlik holati yuzaga keladi. Aynan chang zarralarini ko'pligi, ortiqcha zarralarning ko'payishi natijasida nafas yo'llarida sezuvchanlik ortib ketadi. Bolalarda nafas yo'llari kalta va kengligini hisobiga nafas yetishmovchiligi yoki bo'lmasa shilliq qavatlarni giperplaziya, ya'ni shishib ketish holatlari, shilliq ajralib chiqishini kuchayishi juda ham kuchli namoyon bo'ladi-da. Bu bolalarda o'sha o'pka tizimida yoki bronxlarda gipersensibilizatsiya sezuvchanlikni yuqori darajada namoyon bo'lishi bilan yuzaga keladi va bolalarimiz bunaqa holatda og'ir nafas yetishmovchiligiga yoki bo'lmasa nafas yo'llarini obstruktiv sindromiga olib keladi bu holat va bu narsa oxirgi yillarda juda ham keng tarqaldi, ayniqsa shu oxirgi 3 yil ichida. Endi bizni ekologiyani polностью nafas olayotgan havoyimizni o'zgartira olmaymiz, lekin uni oldini olish uchun kerakli chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda asosan shu narsani oldini olish uchun kimni uyida yosh bolasi bo'lsa yoki bo'lmasa qariyalari bo'lgan insonlarga baribir o'sha havodan nafas oladi-ku. Faqatgina xonaga o'sha havoni namlovchi va tozalovchi vositani qo'yib qo'yishi maslahat beramiz va onalarimizga o'sha oldingidan aytishgan tozalikka katta rioya qilish kerak. Ya'ni oddiy namlovchi, tozalovchi vositali uyga влажный уборкani ko'paytirishni onalarga maslahat beramiz va bolani o'sha nafas olayotgan yoki yotayotgan xonasidagi влажностьni doimiy ravishda kontrol qilib turish kerak. Xonani namligi 40-60% bo'lishi kerak va xona harorati 22-24 gradusda ushlab turish kerak. Shundagina organizm erkinroq nafas oladi va sezuvchanlik sal bo'lsa ham kamayadi va yosh bolasi bor onalar bunaqa holatlarda jamoa ko'p yig'iladigan joylarga, to'y hashamlarga yoki tadbirlarga bormaslikni maslahat beramiz. Lutchi bolalarni uyda saqlagan holatda yaxshilab parvarish qilishinglar maqsadga muvofiq. Har doim ham dori-darmonlar sizlarga 100% yechim bo'lmaydi. Bu bizning qo'limizdan keladigan narsa faqatgina asrash hisoblanadi. Bugun respublikamizning barcha hududlarida yog'ingarchilik boshlandi va havo sifati ancha mo'tadillashdi deyishimiz mumkin va xalqaro reytingda ham O'zbekiston o'sha eng havosi iflos shaharlar reytingida yuqori o'rinlarda turgan bo'lsa, bugun bu ko'rsatkichlar sekin-astalik bilan pasayyapti. Va bir muddat oldin Sog'liqni saqlash vazirligi ham havodagi changlanish miqdori yuqori bo'lganligi uchun niqob taqishni tavsiya qildi. Bizning uyali aloqa vositalarimizga maxsus SMSlar keldi. Va bu niqob taqish qanchalik bizni mana shu havodagi ifloslanishdan himoya qiladi? Agar taqmasak, bizda qanday asoratlarni yuzaga keltirishi mumkin? Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Ayniqsa yoshi katta qariyalar, otaxon, onaxonlar, homilador insonlar, ayniqsa yosh bolalar, ularga ko'proq zararli tomonlari bo'lib o'tadi. Iloji boricha bunaqa havolarda ko'chaga zaruriyat tug'ilmasa chiqmaslikni tavsiya beramiz. Agar ko'chaga chiqib kelishga majbur bo'ladigan bo'lsa, uyga kirishi bilan burun, halqum, ko'z va tomoqlarni zudlik bilan suv bilan chayib tashlashni tavsiya beramiz. Endi niqob taqish kerak. Niqob taqqanda ma'lum bir foizni ushlab qoladi. Niqobni ham paxta matoli niqob taqsa yoki filtrli niqoblar taqsak juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga yana zararni kamaytirish maqsadida bir kunda 3 litrdan ko'proq iliq suv ichishni tavsiya beramiz.
organizmga tushgan iliq suv bu tushgan zarralarni neytrallab chiqarib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi. Va ovqatlanishni yaxshi yo'lga qo'yish kerak. To'g'ri ovqatlanish, sabzavotlar, ko'katlar, askarbinkaga, vitamin C ga boy bo'lgan ko'katli ovqatlarni, qatiq, sutlarni ko'proq iste'mol qilishni tavsiya berib qolamiz. Shundagina ko'chadagi zararli havodan ozgina bo'lsa ham o'zimizni himoya qilgan bo'lamiz. Agar bu holatda bizlar qilmaydigan bo'lsak, ayniqsa nafas yo'llari, yuqori nafas yo'llari, pastki nafas yo'llarida allergik kasalliklari bo'ladimi, boshqa nafas yo'llari kasalliklari bo'ladimi, tezroq rivojlanishiga olib keladi. Ayniqsa bronxial astma, allergik rinit bo'lgan bemorlarda, masalan, astma kuniga 1 marta xuruj bo'layotgan bo'lsa, bunaqa holatda kuniga 3-4 marta xuruj bo'lishiga olib keladi va hayot sifatini yanada yomonlashishiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilinganidan so'ng sezilarli darajada ishlar boshlandi. Ya'ni o'sha ko'chalarda favvoralarni qo'shib qo'yish yoki bo'lmasa suv havzalarini tashkil etish, bundan tashqari ekologik red tadbirlarni muntazam davom ettirish bu ekologiyadagi havoni nisbatan yaxshilanishiga erishildi. Birgina o'sha benzin tarkibidagi oltin gugurt deymiz, uning miqdori ham inson salomatligi, o'sha avtomashinadan chiqayotgan tashlamalarning ham inson salomatligiga zarar yetkazishini bilgan holatda AI-80 benzini ham bugun sotuvi to'xtatildi. Biz Yevropa standartlariga moslashtirilgan o'sha yonilg'i yoqilg'ilardan foydalanyapmiz-da. Endi yana bir narsa borki, PM2,5 degan ibora bugun xalq orasida juda ham ommalashdi. Va ko'pchilik bu iborani hali tushunib yetmayapti va biz nafas olyapmiz-ku, bizga zarar yetmayapti-ku degan bir tushuncha bilan yashashyapti-da. Bu ishora nima va keyinchalik uni asoratlari qanday bo'ladi? Bugun ertaga natijasini ko'rmasligimiz mumkin albatta. PM degani particular matter degani, ya'ni o'sha hajm o'lchovi. 2,5 degani 2,5 millimikron, ya'ni qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsam, bizani qonimizni ichida eritrotitlar bor hujayralar. Ularning hajmi kulchaga o'xshaydi, buni hamma biladi. 7-8 millimikron. 2,5 degani o'shandan 3 barobar kichkina deganida, bizani hujayramizdan 3 barobar kichkina bo'lgan chang zarrachalari. Bu hali 2,5ligi hali PM1 deganlari ham bor. Asosan zamburug' sporlari va radikallar kiradi. Og'ir metall tuzlari, qo'rg'oshin, simob, rtut deymiz, yana boshqa turlari. Bundan tashqari yonilg'ini chana yonish mahsulotlari, har xil turli xil gazlar, sulfatlar, nitratlar, bundan tashqari benzol, tolvol, tetraetilenlar, ftor unumlari, juda ham turlari ko'p. Bularning asosiy bizaga organizmga zararli ta'siri shuki, bular bizani hujayramizdan ancha kichkina bo'lganligi uchun bizani hujayramizning ichiga to'g'ridan-to'g'ri o'tib keta olish xususiyati bor. Hujayraning ichi, hujayra bu bitta zavod. Mana misol uchun biz bitta odam bo'lsak, bizani eng kichik birligimiz bitta hujayra bo'lsa, bitta hujayraning ichida juda ko'p reaksiyalar ketadi, juda ko'p jarayonlar, o'sha yerdagi fermentlarga, o'sha yerdagi har bitta ketayotgan sintez jarayonlarga ta'sir ko'rsatish effekti bor buni. O'shaning uchun rak chaqiradi davomimizda. O'shaning uchun allergiyani kuchaytiradi davomimizda. O'shaning uchun boshqa bir kasalliklarga sababchi bo'ladi. Yurak qon tomir sistemasi, qon bosimi ko'tarilishi, holsizlik, tez charchash bo'ladi. Biza onkologlar bilan suhbatda bo'lganimizda o'rtacha hisobda 5 yildan 7 yilgacha ta'sirot doimiy bo'lib tursa, rak chaqiradi degan ma'lumotni berishyapti. O'shaning uchun biza men misol uchun allergolog sifatida bu chang zarrachalarning ta'sirini qanday baholashimiz mumkin? Bizning shilliq qavatimizda epiteliy hujayralari bor, bizani himoya qiladi. Bo'layotganlaridek yosh bolalarda shilliq ko'p ishlab chiqariladi. Bizada ham xuddi shunaqa shilliq chiqariladi va epiteliyni ustini baryerni mustahkam qilib turish uchun. Endi bu zarrachalar ana shu o'tib turib epiteliyni devorini tasavvur qiling, shilib oladi, zararli. Bu narsadan keyin epiteliy o'zini maxsus alarminlarni ishlab chiqaradi. TCLP deymiz, timostromal limfopoetin. U bizani immun hujayralarimizni borib ularga stimul berib, organizmda juda ham katta kutilmagan yaralanish jarayoni boshlandi deb bizga stimul beradi va bu joyga yaralanishni keltirib chiqargan hujayralar, neytrofillar, makrofaglar monotitlik kelishiga sababchi bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, xuddi virus yoki bakteriyaga o'xshab yaralanish chaqirib berish effekti bor bu chang zarrachalarning. O'shaning uchun biz aytamizki, albatta ko'proq suyuqlik iching. Og'iz burunni suyuqlik bilan chayib turing. Ana shu shilliq qavatni baryeridagi shilliqning miqdorini mukoz deymiz, o'shani miqdorini ko'paytirib turishimiz kerak. Maksimal harakat qilib. Va
aynan mana bu maska masalasida N95 filtrlilari bor, o'shalarni foydalanish. Yoki bo'lmasam boshqa anaqalarda ham aytyapmiz. Aynan Benjamin ficus degan o'simlik bor ekan. Aynan ana shu havoni tarkibidagi plastmassalarni, mayda-mayda zarrachalarni o'ziga tortib olish xususiyati bor ekan. Biz tavsiya qilib qolamiz xalqimizga aynan o'sha Benjamin ficuslarni ekishdi yoki xlorofitum degan o'simlik bor. 6 kvadratli xonani bitta o'simlikni o'zi havosini tozalab berish xususiyatiga ega. Tabiiy filtr desak ham bo'ladi. O'shalardan foydalanishimiz kerak hozirgi Demak, paytda. bugun falon so'mga filtr sotib olish kerak emas, uni tabiiy yo'llari ham bor. Eski pilisos, eski nomi pilisos o'simlik deyiladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. 2023-2025 yillarda tadqiqotlar shuni ko'rsatgan ekanki, havo sifati eng yomon bo'lgan hududlarda 40-60% gacha insonlarda o'sha allergik kasalliklar rivojlangan ekan va murojaatlar soni ham kun sayin ortib borgan ekanda va bu alomatlar asosan o'sha ko'zlar yoshlanishi, nafas yo'llarini siqishi bilan bog'liq ekanda va bugun bizning bolalarda qanday kuzatilyapti bu alomatlar? Yuqorida ekspertimiz ta'kidlab o'tdilar, o'smir yoshdagilarda jizzakilik yoki injiqlik bilan bog'liq allergik kasalliklar boshlanishi, bu debochasi, poydevori bo'lishi mumkin deb. Biz bolalarda ilk alomatlarni qayerdan sezamiz? Tashqi omillar, ichki omillar yoki xarakter bilan bog'liq bir jarayonlar mavjudmi? Haqiqatda O'zbekistonda shunaqa vodiylarimizda yoki bo'lmasa regionlarimiz borki, aynan Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm viloyatida changlanishi ko'pligi, qum zarralarini ko'pligi tug'ilayotgan bolalarni tug'ilishi bilan allergik xastaliklar bilan kasallanishiga sabab bo'lyapti va men o'zim ham yonimga kichkinaligidan bolalarni o'sha allergik vazomotorinit bilan, ya'ni burundan yaxshi nafas olmaydi, xirillaydi, nuqul kechasi bilan xirillab chiqadi deb murojaat qilishadi va bolani tekshirganimizda burun chig'anolarini keskin shishib ketgani, allergik holatli bo'lishi va shilliq qavatlari burun bo'shliqlarida ko'p kuzatiladi va ko'p ota-onalar siz aytganingizdek konyuktivit deyiladi bizning tilda, allergicheskiy konyuktivitni ko'zi shamollabdi deb o'zligicha aptekadan Levomycin yoki Flaxadex degan dorilarni olib tomizishni boshlashadi. Bu bo'lsa bolani ahvolini og'irlashtirib qo'yadi. Ayniqsa ko'krak yoshidagi bolalarda bu juda ham xavfli hisoblanadi va bolalarda ko'p kuzatiladi. Hozirgi kunda ham allergik dermatit holatlari, ya'ni terisida toshmalar toshishi. Bizda terini toshmalarini toshishi ko'pincha kichik yoshdagi bolalarda yuzlaridagi yonoqdagi terilarni dag'allashishi va qipqlashish bilan namoyon bo'ladi. Agarda bu holatni vaqtida davolatib, o'z vaqtida doktorga ko'rsatib, shifolarni olmasa, kerakli dori-darmonlarni bu o'ziga xos asoratlarni berib oladi. Va shuning uchun ota-onalardan bolangizda qanaqadir salbiy o'zgarishlar yoki allergiyaga moyillik yoki sizni qoniqtirmayotgan qandaydir holatlar bo'lsa, albatta turar joy pediatriylarga yoki bo'lmasa o'tda bo'lsa allergolog mutaxassisga vaqtida murojaat qilishinglarni tavsiya qilamiz va mana shu ko'rsatuv davomida juda ham ko'p aytilyapti. O'zinglarcha reklamaga, qo'shninglar eshitgan, opanglar aytgan dori-darmonlarni bolanglarga beravermanglar. Bular hammasi allergik holatlarni kuchaytirib yuboradi. Keyin biza oddiy dorilar bilan emasda, juda ham kuchaytirilgan, bizning tilda aytganda rezerv, zaxirada turadigan dorilar bilan farzandinglarni og'ir ahvoldan olib chiqishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun ota-onalar e'tiborli bo'linglar, vaqtida shifokorga olib boringlar va dorilarni pala-partish iste'mol qilmanglar. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yana bir narsa borki, bugun o'sha bolalar o'rtasida emlash tadbirlarini muntazam amalga oshirish bo'yicha ma'lum bir kalendar rejasi tuzilgan va unda aytiladiki, ayrim turdagi kasalliklarga qarshi, masalan, oqshol yoki boshqaga o'xshan. Endi aytishimiz mumkin, buni oldi degani 100% bu kasallikka chalinmaydi degani emas. Chalingan taqdirda ham nisbatan yengilroq yengib o'tish uchun xizmat qiladi. Allergik kasalliklarni oldini olish yoki uni butunlay yo'q qilish borasida ham mana shunday preparatlar yoki emlash tadbirlari mavjudmi? Albatta, hozirgi zamonaviy tekshiruv usullari bugungi kunda 2 millilitrgina qon olib, sizdan bir sutkani ichida 295 xil, 300 xil allergenni aniqlab berish imkoniyati bor. Va u yerda qaysi oqsilga allergiya bor, bu oqsil yana qaysi oziq-ovqatlarda bor,
qaysi oziq ovqatni yeyish sizga mumkin emas yoki qaysi oqsilga bizlar vaksina ya'ni allergiya spesifik immunoterapiya o'tkazsak bizlar kasallikdan xoli bo'lamiz degan savollarga javob beriladigan tekshiruvlar, analizlar bor. Allergiya spesifik immunoterapiya bu ko'pchilik o'ylaydi gormon emasmi degan savollar bo'ladi. Qanday zararlari bor? Bu allergiya beruvchi moddani kichik dozadan organizmga kiritib borib, organizmni shunga moslashtirish deyiladi. Shuni ma'lum bir vaqtlar oralig'ida bizlar organizmga kiritganimizdan keyin allergenni bloklovchi immunitet, ya'ni antitela paydo bo'ladi va u allergen tushgandan keyin unga bemalol qarshi kurasha oladi. Hozirgi kunda tibbiyot shifoxonalarida allergolog mutaxassislar tomonidan birinchi o'rinda tekshirib olib, qaysi moddaga allergiya borligini aniqlab, shunga qarab vaksinalar, ya'ni o'sha spesifik immunoterapiya usullari qo'llanib kelinmoqda va zamonaviy davolash usullari bilan juda ham yaxshi natijalarga erishmoqdamiz. Bugun allergiya asr kasalligi deyapmiz-da, lekin ko'pchilik yurtdoshlarimiz aytishyaptiki, bugun havo sifatining yomonlashishi allergiyani kuchayishiga sabab bo'lyapti. Qaysidir ma'noda bu ham omil bo'lishi mumkin, lekin biz bugun xulosalarimizda shuni ko'ryapmizki, faqatgina havo sifatining yomonlashishi bu allergiya kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmayapti. Albatta, allergiyani turlari ham juda ham ko'pda, birlamchi, ikkilamchi bo'ladi. Ya'ni gendan genga o'tadigan, ota-onasida allergiyasi bo'lsa, keyin farzandlarida ham bo'ladigan yoki bo'lsam qaysidir bemorlarning genida o'sha giston oqsillari deymiz, DNK buralgan holatda xromatin ko'rishda nofaol holatda turishi va har xil mamlaqa aktivatsion, radiatsion ta'sirlar natijasida uni aktivlashib ketib holatlari bu bor narsa. Ammo ikkilamchi allergiya hozirgi paytda bemorlarimiz orasida juda ham ko'p. Yolg'on allergiya bemorlarimiz orasida juda ham ko'p. Yolg'on allergiyada mamlaqa biz sanab o'tgan mexanizmlar bo'lmaydi. Hammasi noto'g'ri turmush tarzi, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaganlikdan, oziqlanish, ovqatlanish tartib qoidalariga rioya qilmaganidan yuzaga keladigan holat hisoblanadi. To'g'ri, mana bu chang, boshqa narsalar ta'siri bor, ammo lekin bular o'zligi qanaqadir oqsil bo'lib, organizmda allergik holat keltirib chiqara olmaydi, allergen bo'la olmaydi bular. Lekin mavjud bo'lgan allergik reaksiyani kuchaytirib berish xususiyati bor. Shuning uchun biz bemorlarimizga tavsiya beramizki, allergik holatni profilaktikasi uchun har doim sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak va kasallanganda to'g'ri davolanish kerak. Hozir shamollash bilan allergiya hozir ozgina qilib turibdi, hozir qisqacha shuni aytib o'tay. Har doim shamollashni keltirib chiqaradigan eng ko'p bizda uchrayotgani virus bilan bakteriya. Zamburug'lar bor, arxeyalar bor, hujayra ichi parazitlari bor, juda ko'p turlari bor. Eng ko'pi bakteriya bilan virus. Ikkala holatda ham isitma chiqadi. Virusli infeksiyada isitma juda tez boshlanadi, bakteriyali infeksiyada isitma juda sekin boshlanadi. Ammo allergik kasalliklarda isitma chiqmaydi. Faqat bitta turi bor, dori allergiyasida isitma chiqishligi mumkin. Qolganlarda isitma bo'lmaydi. Bu eng asosiy va eng birinchi bo'lgan farq. Keyin allergiya hech qachon sekin rivojlanmaydi. U tez, reaksiya juda ham tez kechadi. Sekin kechadigan turlari bor, endi u boshqa masala. Hozirgi paytda bizda mana bu birinchi o'rinda bittada farqlab olishimiz uchun kerak bo'ladigan ma'lumot shu. Rahmat. Undan qutulish imkoni bormi? Hozirgi kunda tibbiyot jadal rivojlanayotgan vaqtda albatta allergiyadan qutulishi imkoniyati bor. Buning uchun dunyo standartlaridan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan davolash protokollari ishlab chiqarilgan va allergiya markazlarida asid terapiya degan yangi davolash usuli kiritilgan. Aynan bu asid terapiyani ma'nosi zahar bilan davolash. Kichkina miqdorda allergenni organizmga kiritib boriladi va o'shanga nisbatan organizmda sezuvchanlik bo'lib, odam ma'lum bir vaqtdan keyin o'sha allergendan qutulib ketishi mumkin. Faqat doimiy ravishda vrach nazoratida bo'lish tartibga solib boriladi va bemorlardan ham juda ham sabr talab qilinadi. Bordingiz, bitta oldingiz tuzalib ketdi degan joyi yo'q. Bu o'zbeklarning tushunchasini juda ham yomon tarafi shundayki, men bordim, bir marta oldim, bo'ldi, tuzalishim kerak deydi yoki olgandan keyin ahvoli ozgina kuchayib qolsa, yaxshimas ekan, og'irlashib qoldim, kerak emas deb tashlab yuborishadi yo'lda yarmida. Unaqa qilish kerak emas, chunki shifokorlarimiz har bitta bemor ustida javobgarligini bo'yniga olib
birorta dori preparatini yoki terapiyani назначение qilishadi. O'shanga rioya qilgan holatda ota-onalar shifokorga murojaat qilishdimi, uni aytgan tavsiyalariga qat'iy rioya qilgan holatda kerakli narsalarni vaqtida olib borilsa, albatta shifo topadi. Rahmat, qisqa xulosaviy fikrlarni tinglasak. Endi faqat havoni ifloslanishiga ham tashlab qo'yish kerak emas, allergiyani o'zimizni yashash sharoitimiz, muhitimizga ham ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Hozirgi kunda yeydigan mahsulotlarimiz, ayniqsa yosh bolalarda fast foodlar, emulgatorlar, rang beruvchi moddalar, bo'yoqlarga to'la oziq-ovqatlarni iste'mol qilishyapti. Havoda aromatizatorlar sepish, kimyoviy moddalar, benzollar tarqalib, shulardan ham nafas olishlar juda ham kuchaygan va stress omillar ko'paygan va gipodinamiya deymiz, ya'ni kam harakatlik, ko'p harakat qilmasdan harakatni kamaytirgandan keyin ham sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik ham bu allergik kasalliklarning rivojlanishiga olib kelar ekan. Shuning uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish, harakatda bo'lish, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yadigan bo'lsak va homiladorlik davridangina o'sha sog'lom turmush tarzini biz yo'lga qo'ysak, shundagina nafaqat allergiya, barcha kasalliklarning oldini olgan bo'lamiz. Marhamat, xulosaviy fikrlar. Albatta bemorlarimiz orasida qo'rqinchli holat bor yana. Bu bronxial astma. Ko'pincha biza diagnoz qo'yganimizda bolangizda astma bor ekan desak, xuddi katastrofadek tuyuladi. Ammo biz aytamizki, mana o'sha astma holatda ham davolashda bu faqat bizning standart emas, butun dunyoda Jina tashkiloti tashkil qilingan. Aynan mana shu bronxial astma bilan shug'ullanadigan xuddi o'sha standartlar bo'yicha biz davo choralarini olib boramiz va kasallikni pog'ona pastga tushirib, oxiri uni remitsiyaga tushirib, keyin vaksinatsiya qilib bu kasallikdan tuzatsa bo'ladi. Aynan yosh bolalarda. O'shaning uchun biz bemorlarimizga aytamiz, bu qanaqadir bir xavfli yoki qanaqadir bir tamg'a emas. Chiqib olsa bo'ladi. Faqat etapma-etap, bosqichma-bosqich shifokorning tavsiyalariga rioya qilib turib, bu narsadan bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Rahmat. Xulosaviy fikrlar, marhamat. Shifokorga har qanaqa kasallikni ilk belgilari paydo bo'lganda, albatta mutaxassisga murojaat qilishinglarni tavsiya qilardim va kerakli qon tahlillarini albatta topshirishingiz shart bo'ladi. Oddiygina bitta umumiy qon tahlili qimmat turmaydi, eng arzon, aynan o'sha bolada bo'layotgan qaysidir o'zgarishlar, allergik holatmi, virusli infeksiyami, shamollashdami, bakterial infeksiyami bizga aniq tashxis qo'yishda oddiy umumiy qon tahlili juda ham katta ahamiyatga ega. Hech bo'lmasa shuni topshirib, keyin davo choralarini boshlashinglarni maslahat berardim. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yuqorida mutaxassislarimiz yaxshi bir gapni aytdi. Ya'ni bizda qachonki bir kasallik alomati sezilsagina yoki og'ir ahvolda bo'lsakgina shifokorga murojaat qilamiz deyib. Ya'ni bizda shunday xulosa keldiki, kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzalroq. Albatta mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Allergik kasalliklar bu asr kasalligi faqatgina mana shu ob-havo o'zgarishi yoki boshqa bir omillar sabab yuzaga kelib qolgan muammo emas. Mutaxassislardan fikrlarini eshitdik, davo choralari, uni oldini olish borasidagi aniq maslahatlar va ko'rsatmalarga quloq tutdik. Siz esa Renessans minbari tok-shosini tomosha qildingiz. Biz esa dushanbadan jumaga qadar aynan siz odatlangan mana shu soatlarda muhim bo'lgan mavzularni muhokama qilishga doim tayyormiz. Bizdan uzoqlashmang.